Xonim, otangiz kelguncha bu yerdagi tartibga o'zim qarab turaman. Sassiq? Yana sobiq qizingiz Sasyonani eslayapsizmi? Yo'q xonim. Bu nima tartibsizlik? Bu nima sassiq? Yujin, sezyapsizmi? Maktabimizda kimdir ataylabdan sasitayotgandek. Sen yaramas ahmoq. Yana o'sha gadoyli lattalarni bizniki bilan yuvyapsanmi? Ha? Men shunchaki Ochir ovozingni. Sen ham o'sha gadoyga o'xshab chirib ketasan. Men Xonim, otangiz imperator Kiyuxunning topshirig'ini bajarib kelguncha bu maktabdagi tartibga uning yagona shogirdi qarab. Mana bu pandamaqiri bo'lsa, jazolayman. Ha, sizni ustoz Jangbogo dengiz hukmdorligi darsida kutmoqda. Marhamat. Ko'rdingmi? U faqat seni kiringni ko'ra oldi, kuchingni ko'rgani yo'q. Chunki senda kuch yo'q, ahmoq.